O'zbekiston bu oltin o'rdani xonani nomida u. Stalin qo'ygan buni. Bizda o'sha 34-yili respublikalar ajralgandan keyin, tashkil bo'lgandan keyin O'zbek atamasi 14-asrda Oltin O'rda xoni O'zbek xon davrida paydo bo'ldimi? Yo'q. Undan oldin ham O'zbek atamasi mavjud bo'lgan. 11-asrdan 14-asrgacha O'zbek atamasi lavozim yoki shaxs nomini ifoda qilib qo'llanilgani tarixiy manbalarda uchraydi. Faqatgina 14-asrdan u etnik birlik yoki xalq nomini ifoda qilib qo'llanila boshladi. O'zbekiston nomiga keladigan bo'lsak, SSSR Markaziy Osiyo hududini to'liq egallagandan keyin 1934-yilda emas, balki 1924-yilda Markaziy Osiyo hududlarida qayta hududiy chegaralanish o'tkaziladi va o'sha vaqtda bizning hududlar O'zbekiston SSSR deb tashkil etiladi 1924-yilda. Bizning yurtlardan borgan vakillar va SSSR rahbariyati o'zaro kelishgan holatda mana shu bizning yurtlarga O'zbekiston SSSR deb nom berishadi.